Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 12 avgustdan boshlab pensiya va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha tartibda o'zgarishlar kuchayadi. Nazorat, qayta tekshiruv. Hujjatlar aniqligi va to'lovlarni olish tartibi ko'pchilik uchun dolzarb bo'ladi. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta eskirgan hujjat yoki bitta vaqtida berilmagan ariza sababli odam pensiyasini kech olishi, qo'shimcha to'lovdan qolib ketishi yoki ortiqcha olingan summa bo'yicha tushuntirish berishga majbur bo'lishi mumkin. Bugun vahimagan, men bugun vahima qilish uchun emas, aniq va tushunarli qilib tayyorlanish uchun gapiryapman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki kim xavotir olishi kerak, kim bemalol yurishi mumkin, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish zarur, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odamni ko'p ovora bo'lishdan saqlaydi. Avval ko'p jarayonlar pensionerning o'zi borib ariza berishi, qog'oz hujjat ko'tarib yurishi, turli idoralardan ma'lumotnoma yig'ishi orqali hal bo'lardi. Masalan, ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, korxona ma'lumotnomasi kerak bo'lardi. Ba'zi hollarda inson bir necha yil oldin ishlagan tashkiloti yopilib ketgan bo'lsa, arxiv qidirishga majbur bo'lardi. Pensiya tayinlangandan keyin ham agar oylik ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki staj to'liq ko'rinmagan bo'lsa, qayta hisoblash masalasi uzoq davom etardi. Endi asosiy e'tibor ma'lumotlarning elektron bazalarda to'g'ri aks etishiga, pensiya ishlarining aniqligiga, pul kimga va qanday asosda to'lanayotganiga qaratiladi. 12 avgust sanasidan keyin pensionerlar uchun eng muhim narsa shuki, sizning pasport yoki ID karta ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, bank kartangiz, mehnat stajingiz, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar va boshqa asoslar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar qayerdadir farq chiqsa, to'lov to'xtaydi degani emas, lekin aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Oldin ayrim odamlar shunday o'ylardi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, endi umrbod o'zgarmaydi, hech kim tekshirmaydi. Mana shu fikr xato. Pensiya bu oddiy sovg'a emas, u qonuniy asosda hisoblangan ijtimoiy to'lov. Qonuniy asos o'zgarsa, ma'lumot yangilansa, staj tasdiqlansa yoki noto'g'ri ma'lumot aniqlansa, pensiya miqdori ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yaxshi tomonga ham bo'lishi mumkin. Ya'ni odamga qo'shimcha pul chiqishi mumkin. Yomon tomoni ham bor. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Men ko'p ko'radigan holat, pensionerning familiyasi nikohdan keyin o'zgargan, mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya, arxivda esa otasining ismi boshqa yozilgan. Bunday mayda ko'ringan tafovut amalda katta muammo tug'diradi. Yana bir misol, odam 1990 yillarda bir korxonada ishlagan, lekin ish haqi to'g'risidagi ma'lumot elektron bazaga kiritilmagan. Agar pensioner qo'shimcha staj yoki yuqoriroq ish haqini hisobga oldirmoqchi bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya oladigan pensionerlar nimalarni bilishi kerak? Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar mos bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin bu hech narsa qilmayman degani emas. Siz baribir hujjatlaringizni bir marta tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Ayniqsa 12 avgustdan keyin idoralar ma'lumotlarni solishtirishni kuchaytirsa, oldindan tayyor odam navbatda qiynalmaydi. Masalan, Olidagi yoshli bir otaxon 2 million 100 ming so'm pensiya oladi. U umrining katta qismini zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida 3 yil yozuvi noaniq. Oldin bunga e'tibor bermagan. Agar o'sha 3 yil staj tasdiqlansa, pensiyasi biroz oshishi mumkin. Aksincha, agar o'sha yillar avval noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta tekshiruvda savol paydo bo'ladi. Shuning uchun bunday odam eng avvalo mehnat daftarchasi nusxasini, arxiv ma'lumotnomasini, eski ish joyidan berilgan ma'lumotlarni tayyorlab qo'yish kerak. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan fuqarolar. Bu yerda eng muhim masala tibbiy xulosa muddati. Ba'zi nogironlik muddatsiz bo'ladi, ba'zilari esa ma'lum muddatga belgilanadi. Agar sizning nogironlik guvohnomangiz yoki tibbiy xulosangiz muddati tugayotgan bo'lsa, keyin boraman deb yurish xavfli. Chunki asosiy hujjat muddati o'tsa, to'lovni davom ettirish uchun qayta ko'rik talab qilinadi. Agar kechiksangiz, pul ham kechikishi mumkin. Misol uchun 2 guruh nogironligi bo'lgan
ayol kishi 1 million 600 ming so'm atrofida to'lov oladi. Uning tibbiy ko'rik muddati 20 avgustda tugaydi. U esa pensiya baribir tushadi deb o'ylaydi. Lekin baza ko'rsatadiki, asos muddati tugagan, natijada to'lovni aniqlashtirish boshlanadi. Keyin u shifokor tibbiy komissiya pensiya bo'limi o'rtasida yuguradi. Agar u 12 avgustgacha yoki undan keyin darhol hujjatlarni tekshirganda muammo oldi olingan bo'lardi. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qishi, ta'lim muassasasida kunduzgi shaklda o'qiyotgani juda muhim. Agar bola 18 yoshga to'lgan bo'lsa, ayrim holatda to'lov to'xtashi mumkin. Agar u oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qisa, tegishli ma'lumotnoma bilan to'lov davom etishi mumkin. Lekin ma'lumotnoma vaqtida berilmasa, to'lov kechikadi. Masalan, bir oilada ota vafot etgan, ona 2 farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Katta farzand 18 yoshga to'ldi va universitetga kirdi. Ona o'qish joyidan ma'lumotnoma olib topshirmasa, tizimda bola voyaga yetgan deb ko'rinadi. Natijada to'lov kamayishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun hujjat topshiriladi. Vaqt ketadi. Shuning uchun bunday oilalar avgust oyida ayniqsa diqqatli bo'lish kerak. Chunki o'qishga kirish, o'quv yili 18 yoshga to'lish kabi holatlar aynan shu davrda ko'p uchraydi. 4-guruh ishlayotgan pensionerlar ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu qonuniy, lekin ish haqingiz, mehnat shartnomangiz, soliq va ijtimoiy ajratmalar bo'yicha ma'lumotlar bazalarda aks etadi. Agar ishlayotganingiz pensiya turiga ta'sir qiladigan bo'lsa yoki ayrim qo'shimcha to'lovlar uchun daromad hisobga olinadigan bo'lsa, buni bilishingiz kerak. Oddiy yoshga doir pensiya oladigan odam ishlagani uchun pensiyasidan avtomatik mahrum bo'lib qolmaydi. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar yoki ehtiyojmandlik mezonlari bo'yicha daromad muhim bo'lishi mumkin. Misol uchun, pensioner opa 2 million so'm pensiya oladi, yana do'konda yarim stavka ishlaydi va 1 million 200 ming so'm oylik oladi. Agar u faqat pensiya bo'yicha masala qilayotgan bo'lsa, odatda bu oddiy holat. Lekin u qo'shimcha ehtiyojmandlik yordamiga ariza bersa, oilaning umumiy daromadi hisoblanishi mumkin. Demak, bitta to'lovga ta'sir qilmagan ma'lumot boshqa yordam turiga ta'sir qilishi ehtimoli bor. 5-guruh boshqa viloyatga ko'chgan, manzilini almashtirgan yoki uzoq muddat chetda bo'lgan pensionerlar. Manzil ma'lumotlari juda muhim. Agar siz Toshkentda ro'yxatda turib, aslida Qashqadaryoda yashasangiz yoki aksincha to'lovni olishda, chaqiruv xatida tekshiruvda noqulaylik bo'lishi mumkin. Bank kartaga pul tushsa ham idora siz bilan bog'lana olmasa, masala cho'ziladi. Ayniqsa telefon raqamingiz ham o'zgargan bo'lsa, bu yanada muammo. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat bank kartasi masalasi. Hozir pensiya ko'pincha plastik kartaga tushadi. Agar kartaning muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, karta boshqa odam qo'lida bo'lsa yoki bankdagi ma'lumot pasportingiz bilan mos kelmasa, pul tushishi kechikishi mumkin. Ba'zi pensionerlar kartasini farzandiga berib qo'yadi, parolni ham aytadi. Men buni xavfli deb hisoblayman. Chunki pensiya sizning shaxsiy mablag'ingiz. Ertaga tushunmovchilik bo'lsa, bank ham, idora ham avvalo karta egasining javobgarligini ko'radi. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksalar, yotib qolgan bemorlar, nogironligi bor insonlar ko'pincha farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l, lekin ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Muddati o'tgan ishonchnoma bilan pul olishda muammo chiqadi. Bundan tashqari, pensioner vafot etgandan keyin uning nomiga tushgan pulni yechib olish juda jiddiy masala. Bunday pul noqonuniy olingan deb topilishi va qaytarish talab qilinishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, vafot etgan pensioner bo'yicha oila nima qilishi kerak? Juda og'ir mavzu, lekin bilish kerak. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berishi, dafn puli yoki boshqa belgilangan to'lovlar bo'yicha tartibni so'rash kerak. Kartaga pul tushibdi, ishlatib yuboraylik degan fikr keyin katta muammoga olib keladi. Chunki tizimda o'lim haqidagi ma'lumot kechroq aks etsa ham keyin baribir solishtiriladi. Ortiqcha olingan summa aniqlansa, oila uni qaytarishga majbur bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat, ortiqcha to'lov va kam to'lov. Ba'zan idora xatosi, hujjatdagi farq yoki vaqtida berilmagan ma'lumot sababli odamga kerakdan ko'p pul to'lanadi. Odam bu davlat berdi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar bu ortiqcha to'lov deb topilsa, qaytarish tartibi qo'llanadi.
Xuddi shuningdek, agar sizga kam hisoblangan bo'lsa, talab qilish huquqingiz bor. Buning uchun og'zaki shikoyat emas, yozma ariza kerak. Arizada qaysi davr, qaysi staj, qaysi ish haqi, qaysi hujjat asosida qayta hisoblashni so'rayotganingiz aniq yozilishi kerak. 5-nozik jihat mehnat daftarchasidagi xatolar. Men ko'p uchratadigan xatolar: muhr noaniq, buyruq raqami yo'q, ishga kirgan va chiqqan sana noto'g'ri, familiya bir harf farq qiladi, tashkilot nomi o'zgargan, lavozim yozilmagan. Bunday xatolar pensiyani butunlay bekor qiladi degan emas, lekin isbot talab qiladi. Agar tashkilot bor bo'lsa, undan tuzatish yoki tasdiq xati olinadi. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Arxivda ma'lumot topilmasa, ayrim holatlarda sud orqali yuridik faktni belgilash masalasi ko'rilishi mumkin. Bu jarayon murakkab, shuning uchun oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. 6-nozik jihat: ayollarning tug'ruq, bola parvarishi davrlari. Ko'p onalar men uyda bola boqqanman, bu umuman hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buni isbotlash uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, familiya o'zgarishi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar 3 farzandli ona pensiya yoshiga yetgan bo'lsa, uning hujjatlari tartibli bo'lsa, ayrim davrlarni hisobga oldirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buni har bir holatda alohida tekshirish zarur. 7-nozik jihat: xorijda ishlagan davrlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Hamma xorijdagi ish davri avtomatik tarzda O'zbekistonda pensiyaga qo'shiladi deb o'ylash noto'g'ri. Bu davlatlararo bitimlar, sug'urta badallari, rasmiy ish tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa shartlarga bog'liq. Agar siz xorijda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrni tasdiqlovchi mehnat shartnomasi, ma'lumotnoma, sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlang. Oddiy og'zaki men ishlaganman degan gap yetarli bo'lmaydi. 8-nozik jihat: pensiyani qayta hisoblash hamma vaqt ham avtomatik bo'lmaydi. Ba'zi o'zgarishlar avtomatik amalga oshiriladi. Masalan, umumiy oshirishlar, indeksatsiya yoki bazaviy miqdorlar o'zgarishi. Lekin shaxsiy holatingiz bo'yicha yangi hujjat topilgan bo'lsa, qo'shimcha staj tasdiqlansa, oldin hisobga olinmagan ish haqi aniqlansa, siz ariza berishingiz kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zlari biladi deb kutib o'tirmang. O'z huquqingizni bilgan odam ko'proq yutadi. Endi eng muhim qism, amalda nima qilamiz? Men sizga aniq ketma-ketlikni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, yashash manzili, telefon raqam, bank kartasi ma'lumotlari to'g'riligini ko'ring. Agar pasport almashtirilgan bo'lsa, bankka va kerakli idoralarga yangi ma'lumotlar yetib borganini tekshiring. Bank kartangiz muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta bloklanmaganmi? Shularni aniqlang. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Bu papkada pasport nusxasi, pensiyasi guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi nusxasi. Arxiv ma'lumotnomalari, harbiy xizmat hujjati bo'lsa, u nikoh yoki ajrim hujjati, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank rekvizitlari bo'lsin. Hamma hujjatning aslini uyda xavfsiz joyda saqlang. Idoraga odatda nusxa bilan boring. Kerak bo'lsa aslini ko'rsatasiz. 3-qadam, pensiya miqdoringizni tushunib oling. Ko'pchilik har oy qancha tushishini biladi. Bo'yinchoqlar olib berilmagan, lekin nima uchun aynan shu summa tushishini bilmaydi. Siz pensiya bo'limidan yoki tegishli xizmat orqali pensiyangiz qanday hisoblanganini, qaysi staj olinganini, qaysi ish haqi davri hisobga olinganini so'rashingiz mumkin. Agar siz 30 yil ishlaganman deb o'ylasangiz, tizimda 24 yil ko'rinayotgan bo'lsa, demak 6 yil bo'yicha hujjat yetishmayapti. Buni aniqlamasangiz, yillar davomida kamroq pul olib yurishingiz mumkin. 4-qadam, yozma ariza berishni o'rganing. Idoraga borganda faqat og'zaki aytib qaytmang. Masalan, shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiyamni qayta hisoblashda falon yillardagi ish stajimni va falon tashkilotdagi ish haqimni hisobga olishni so'rayman. Ilova qilinadi: mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Arizangiz qabul qilingan sanani, ro'yxat raqamini yoki tasdiq belgisini olib qo'ying. Bu keyin javob talab qilish uchun muhim. 5-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, tartib bilan shikoyat qiling. Avval tuman yoki shahar darajasidagi pensiya bo'limiga murojaat qilasiz. Javob qoniqtirmasa, yugurib turuvchi tashkilotga yozasiz. Zarur bo'lsa, davlat xizmatlari markazi ishonch telefoni, elektron murojaat
portallari orqali ham murojaat qilish mumkin. Eng oxirgi bosqichda sud orqali huquqni himoya qilish imkoniyati bor. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlarni tartibga keltirish va yozma javoblarni yig'ish kerak. 6-qadam. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olsangiz, muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Tibbiy ko'rik muddati o'qish ma'lumotnomasi topshiriladigan sana, bola emdek yoshga to'ladigan sana. Ishonchnoma tugaydigan sana, bularning hammasi muhim. Bir kun kechikish ham ba'zan bir oy ovora qiladi. Farzandlaringizdan yordam so'rang. Telefoniga eslatma qo'ysin, hujjatlarni skaner qilib saqlasin, kerakli sanalarni yozib qo'ysin. 7-qadam. Telefon orqali kelgan shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiyangiz oshadi, karta raqamingizni ayting. Indiki avgustdan pulingiz bloklanadi, kodni ayting. Yangi yordam puli chiqdi. SMS kodni yuboring degan gaplar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech kimga karta parolini, SMS kodni, bank ilovasi parolini bermang. Rasmiy idora sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. Pensionerlar firibgarlar uchun eng zaif guruh, shuning uchun bu masalada juda ehtiyot bo'ling. 8-qadam. Farzandlar va yaqinlar mas'ul bo'lsin. Agar uyda keksa ota-onangiz bo'lsa, ularning pensiya hujjatlarini bir marta ko'zdan kechiring. Bank kartasi qayerda? Muddati qachon tugaydi? Pensiya qaysi sanada tushadi? Tibbiy hujjatlar bormi? Telefon raqami ishlaydimi? Bularni bilib qo'ying. Lekin bu yordam pensionerning pulini nazorat qilish yoki tortib olish degani emas. Bu ularning huquqini himoya qilish, ovora bo'lishining oldini olish demakdir. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'liq, bank kartangiz faol, manzilingiz to'g'ri, qo'shimcha qayta hisoblash talabi yo'q, nogironlik yoki o'qish kabi muddatli asoslar yo'q bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasida eng yaxshi himoya bu tartibli hujjat va o'z vaqtida berilgan ariza. Kim albatta tezroq tekshirish kerak? Nogironlik muddati tugayotganlar, 18 yoshga to'lgan farzandi uchun boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar, mehnat daftarchasida xatolari borlar, boshqa hududga ko'chganlar, bank kartasi muddati tugaganlar, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar, vafot etgan yaqinining pensiya kartasi bo'yicha savoli borlar, pensiyasi kam hisoblangan deb o'ylayotganlar. Mana shu odamlar kutmasligi kerak. Yana bir muhim maslahat. Har bir hujjatdan nusxa oling va raqamli shaklda saqlang. Telefoningizda yoki farzandingizning kompyuterida skaner nusxa bo'lsin. Mehnat daftarchasi, pasport, arxiv ma'lumotnomasi yo'qolsa, tiklash qiyin bo'ladi. Lekin nusxa bo'lsa, hech bo'lmaganda qaysi tashkilotdan, qaysi sanada berilganini bilasiz. Bu ham vaqtni tejaydi. Azizlar, 12 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, pensiya tizimida hujjat aniqligi, elektron ma'lumotlarning mosligi, to'lovlarning qonuniyligi va pensionerning o'z huquqini bilishi juda muhim bo'ladi. Men sizga vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang deyapman. Pensiya bu har bir insonning yillar davomida qilgan mehnati evaziga oladigan qonuniy haqqi. Uni to'g'ri olish uchun hujjatlar ham to'g'ri bo'lishi kerak. Bugunoq papkangizni oching, hujjatlaringizni tekshiring, bank kartangiz muddatini ko'ring, kerak bo'lsa pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar biror noaniqlik bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanmang, yozma ariza bering. Shunda sizning qo'lingizda dalil bo'ladi va masala tezroq hal bo'ladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari, qayta hisoblash yoki hujjat tekshiruvi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Izohlarda yozing, boshqalar ham foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizlar uchun pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va huquqiy masalalar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.